3 qism. Darası bilan ko'rishish planimning keyniga surilib ketayotganligidan ichim pushib qolyotdi. Bo'pti. Bu ishning vaqt soati bordu, deb o'yladim. Hoylada bir oila kishilari paranglashib o'ltiradiq. Havo nihoyatda issiq bo'lg'ashqa ocham tavuz yegisi borligini aytdi. U kichikdilla tavuzga amroq edi. Aksincha, men qo'g'on yeyishni yaxshi ko'ratdim. Shuning bilan dadam qo'g'on tavuz akirmoqchi bo'lib o'rnidan qo'zg'aldi. Onam dadamga: "Voy dadasi, o'ltirsizlar. Xanzura akirsin. Balalarni o'rgansin, ancha-muncha savdo qilishni. Turing appa qizim. Do'xmishdiki heliqa baqqal boladan bir qo'g'on, bir tavuz elib kering a?" dedi. Men ma'qul deb o'rnimdan turdim. Kiyimlarimni almashtirib chiqishni o'yladim-yu, hozirning o'zida bunday qilishimning zaruriyati yo'qligini his qilib, niyatimdan yandim. Garchi hozirgi turqum har holda yomon emas bo'lsa-mu, ammo uning bilan bu holatni ko'rishkim yo'q edi. Lekin hozir uydagilarning ko'zicha o'tgangidek yasnib chiqqili bo'lmaydi-da. Shuning bilan mushu turqum bilan chiqdim. Uningga qarab, yaqinlashgan sari yurakim tipchaklab, o'z o'rnidan qo'zg'alib ketayotdi. "Hay, o'zingni tutib ol, Xanzura", deb yurakimni besib qo'yatdim. Oxiri uning qashig'i keldi. Uning bo'yi haqiqatan egiz edi. Men tang yoshli qizlarga qaraganda hali egiz hisoblanadigan turib, uning oldiga kelganda uning mo'risiga kelib qoldim. Nima degan o'tliq ko'zlar bu? Uning ko'zlaridan o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Qanchalik hangvaqtganimni bilmayman. Bir chaqda uning: Siz bir narsa olamsiz? deb so'ragan savolidan esimga keldim. Men bir tavuz bilan bir qo'g'on olay degan edim, dedim uningga. Ha degandila uningga hangvaqti panqaylardek ta'sir berib qo'yayotganimga ochiqim kelib, o'zimni ozoda tutishga tirishdim. "Ha, undaq bo'lsa, xalqancha talab eling", dedi u. "Men toza bilib ketmayman. Yaxshiroq pishqanni o'zingiz tanlab bering a?" dedim. "Ha, ma'qul", deb tavuz qo'g'onlarga bir oz qaravatgandan keyin orasidan bir tavuzni elib shaplaqlab qo'ydi. Ondan yoshroq qo'g'ondan birini elib taroziga selib, ondan ikkisini ayrim xaltaga selib berdi. Mana ilang. Buni olganingizga pushaymon qilib qolmaysiz. Yap yiqing, bek tatliq." Uning qo'g'on tavuzlarni talishi, shaplaqlab oldi kaynini o'rishi, jinglab xaltaga sag'uchi bo'lgan har bir ish harakatlariga qadar nazrimdan saqit qilmay qaraydim. Qaragan siri ko'zimga bekmu yiqimliq, bekmu suyumli ko'rinib ketayotdi. Men uning qo'lidan xaltini avaylabqani elib, pulni to'lab, tig'i necha qadam elishimga ajoyib bir ish yuz berdi. Qani, sizlar o'ylab beqinglar, nima ish yuz bergandi? Sizlar hargizmi tasavvur qilolmaysizlar. Men odatda yoz kunlari sapmikash shakldagi oyoqlarni kiyib olishni yaxshi ko'ratdim. Bundaq oyoqlarni rohatam qulaylik deb qaraydim. Bugunmi odatim bo'yicha ashundaq oyoq kiyib chiqqan edim. Men yaxshi ko'rib kiydigan bu oyoqning ha degandila oshig'imning oldida yuzimni to'kadiganligini o'ylabmi baxmagan edim. O'ng putimni yerdan yo'lib qadam elishim, oyoqning chamiga tutishib turadigan bir tarafı ajrab necha qadam oldimga yelpigichdek yeyilibgina paqqada tushdi. Ko'tarilgan o'ng putum havoda laylabgina turib qoldi. Voy yuzim. Odatlik turqum bilan ko'rinishim, ko'rish bilan texi hang vaqti dalti qizlardek gapimni g'osh demay turib ketishlarim. Endi buningga qo'shilib mavi oyoqimning yerda eski polazdek cho'jilib yetishi. Voy jahon, bu naslikni qanday qilay endi? Men yo yerga tasishimni, yo mushundaq turaverishimni bilmay turib qoldim. Uninggacha
Darazı balı qeşim qilib bir o'rindiqni qo'yib berib, meni o'ltirg'izib qo'ydi. Ondan Siz birdam o'tirib turing, ha? deb ketib qoldi. U birdamdila o'moqqina ko'rinadigan bir jup sapmakashni ko'tarib keldi-da, Qani, buni kiyiling. deb qo'limga tutqizdi. Uning qo'lidagi sapmakashni og'ucha shuncha avaylasammi, yanala qo'llarimiz tegishib ketdi. Vah, bu tuyg'uni qanday ifodalashni bilmadim. Uning barmoqlaridan tarigan harorat butun badanlarimga yamrab, ajoyib bir tuyg'ular meni chirmab oldi. Uning qarg'an vaqtimda u xuddi xijilchan qizlardek qiziribgina qarab turadi. Balkim bu qiz tunji qatim ko'rishgan odamning tanlagan narsani hech bir ko'rinmayla oldiya deyotgansiz. Boshqa narsa bo'lsa olatdimmi deysiz. Ammo hozir men u tanlagan oyoqni olmay boshqa choram bormi? Men sapmakashni kiyib, uning xaltasiga heliqi chiroyli oyoqimni selib, darosiga pul tanladim. Buni elang, sizni bek avar qildi. Sat bir qiyinchilikdan qutuldirib qoldingiz meni, dedim. Voy, bu nima qilganingiz? Bundaq ahvolda kimlar bo'lsa yordam qiladi sizga. Bundaq qilsangiz meni xijil qilib qo'ysiz. Pulingizni silagan yanchiqingizga. Deb og'ili unmadi. Menmi bu yerda tortishib yuraverishni muvaffaq ko'rmay, qayta rahmat aytib uyga kirib ketdim. Tunji ko'rishimizning bundoq kulkilik oxirlashishini o'ylabmi baxmagan edim. Ammo shu sabab bilan uning bilan ko'rishdigan yo'lim xeyli echilib qoldi. Hozir uni ko'rsam, dastlabki qaytimqidek uncha bek jidilishib ketmaydigan, o'zimni xeyli erkin ozoda tutalaydigan bo'ldim. Ammo bizning munosabatimiz hozircha faqat sotquchi bilan setib olg'uchi o'tirisidagi munosabat edi. Mushu kunlarda uyimizga notunish mehmonlar bir necha qatim keldi. Ular har qatim kelganda onam dadamlar ularga alohida takalluflarni qilib kutib ketadi. Keyin anglasam, ular ochamni so'rab kelganlar ekan. Ochamning maslahat choylarimi berilib bo'lindi. Endi mahallamizda ochamning to'y xabari oshkor ma'lum bo'ldi. To'yga oz qolgan vaqtlar edi. Bir kuni men yana uningdan meva olg'ili chiqdim. Bugun uning kayfiyati faqatli yaxshi emas edi. Men oladigan mevalarimni xaltaga sag'ash, uningga nemish bo'lgandi deb o'yladim. Ammo so'ramadim. Chunki bizning munosabatimiz texi hamma ishni so'rg'udek bosqichda emas edi. Lekin menmi bir qismili bo'lib qoldim. Chunki ko'nglidagi odamning ko'ngli yerim bo'lsa, xo'shal bo'g'il bo'ladimi? Shunga menmi bir xil beyaram holatda uningga mevalarning pulini berib mangdim. Texi necha qadam elishimga, Hey, to'xtang, dedi u meni to'xtatib. Sizning vaqtingiz bo'lsa, birdan paranglashliq bo'pti ekan. Bo'lamdi. Men atrofimga bir qarayotgandan keyin, "Ha, bo'ladi", dedim. Uning nima demoqchi bo'lganligiga qiziqib. Siz rostda to'y qilamsiz? dedi u menga bir xil bechorlarcha talmurib. Bundaq gaplarni tepib olsam, shaytonliqim tutadi. Shunga uning inkosini bilib beqish maqsadida. Shundaq, oz qoldi, dedim ichimda. Kulib qistab tursimu, chandurmaslikqa selib. Uning kayfiyati texmi tuvallab ketdi. Uni texmi echitqim keldi. Oldimizdagi shanba mening to'yim. Bizning uyga kirib o'tirib chiqasiz, dedim. Ochamning shanba kuniga bekitilgan to'yini o'zimga ko'chiribla, ham xo'sh debla orqamga burilib mangdim. Yo'q, bundaq bo'lsa bo'lmaydi, dedi u. Bu gaplarni davatganda ovozi yuqori chiqib ketdi. Men hayron bo'lgan qiyofatda, "Nimishqa bo'lmaydi? Ajibo men to'y qilsam bo'lmamdi ekan?" dedim bu gapni texmi chinga chiqarib. Yo'q, undaqmi emas. Men shu ish qilib deb duduqlab tillarini chaynab ketdi u. Uning shu topdiki turqi to'limi qo'lashmagan, chiroyi to'limi bi'ab holati edi. Sizlarga desam, bo'y turqi bundaq egiz, ustixonlari qamlashgan cho'pchong bir erning turqi bundaq bo'lsa, yo kichik bolaga o'xshamay,
yo cho'ng odamga o'xshamay bekli kulkulik bo'lib qoladi ekan. O'zimni har qancha tutib olsam-u faqatla bo'lmadi. Oxiri bardashlik berolmay kulyaptim. Mening kulib ketganimni ko'rib, u texmo mangdab qoldi. Men kulkidan o'zimni aron-aron tutib elib, "To'y qiladig'ini? Men emas, mening ocham", dedim uningga. "Qiziqkansiz-ku? Yelg'u ocham to'y qiladi ekan. Men to'y qilsam-u nima bo'lmoqchi? Siz ajoyibkansiz-ku." Shundaqmi? Endi yuragim joyiga tushdi. Boyadan beri meni ahmoq qilibsiz-da. Nemishqa yolg'on so'zlaysiz? dedi u menga yolg'ondan qiydig'anni to'rab. "Voy shu, men deyman. Siz nimaga shuncha qilib ketasiz? Mening to'yimning bo'lish bo'lmasligining siz bilan nima aloqasi?" dedim, uning zodi nima o'ylayotganligini bilmak bo'lib. Men shu sizni yaxshi ko'raman. deb turvedi. Bir odam uningdan meva olg'ili kep qoldi. "Mavmi bilan qancha pul?" "Ha." Umu menmu xijil bo'lganimizdan qizirib ketdik. Biz parang bilan bo'lib ketib, bu odamning yenimizga kep qolganini sezmabdik. Bu odam kep qolmagan bo'lsa, u yana nimalarni darkin tang. Bu odamning kelishi bilan ishkimiz xuddi qaynayotgan qozonga darchani sovuq suv quyayotgandeklar jimib ketdik. Endi gap aniq bo'ldi. Aslida u meni yaxshi ko'radi ekan. Buningdan shunda xo'sh bo'lib, xotirjam bo'lib qoldim. Endi bu yerda qarab turaverishga bo'lmaydi. U mevini jinglab berayotganda tevish chiqamay asta ketib qoldim. Ochamning to'yini o'ngishli tugitib oldik. To'yning oldi-keyindagi ishlarni biraqur besiqtirib etib, amdila degidek bo'ldik. Kichikligimdan bo'lsa kerak, to'y degan o'qim xuddi o'yindekli bilinadi. Texi balla bilan to'y qilib o'yin o'ynasak, hamma balla degidek ajoyib xushal bo'lib ketadi. Ammo qiz balaning to'yiga muncha ko'p ish ketadiganligini o'ylabmi baqmabdi ekanman. To'ydan keyin dadam shuklab ketdi. Turib-turibla eg'ir tatib qo'yatdi. Aniqki u ochamga qiyolmayotdi. Ochamni yo'tkab ketadigan chog'da dadamning ko'zlariga to'lgan yoshlarini tutib ololmay, "Xon ay" degenicha nola qilganligini ko'rgan edim. "Qiz bola degan ojiz, qiz bolaning ojizligidan uning o'tini dodiga soladi", deydi cho'ng onam. Bu gap rost bo'lsa kerak. Dadam odatda o'g'il g'alvisi qilib ketmaydi. Texi hadisala. "Mening o'g'ilga tegishkisiz esil qizlarim bor. Menga mushala kifoya. Omoq qizlarim", deb bizlarni erkiltib, sirtda o'ziga chiroyli ko'ringan narsalarni og'ash kirib, bizlarni xush qilib o'tadi. Bizmu dadamizning atrofida xuddi arslonlardek cho'rdishib, suvishib o'ltirardik. Ish qilib bizning uyning kayfiyati bekli qizg'in, ko'ngillik edi. Hozir ocham ketib, uyning ichi bir xil cho'ldarab qolgandek, meningmi bir nimam kam bo'lib qolgandek bo'lib qoldi. Burun ocham bilan hela urushib, hela chashlashib, bir-birimizga tumshuqlarimizni ushlab, chuju xo'rozlardek yurib pishib ketsak, hela bir-birimizning qo'ltiqimizdan chiqmay mo'ngdishib, gapimiz tugimay, qichqilishib, kulishib degandek bir-birimizdan ayrilmay ketishatdik. Kunduzi u bu ishlar bilan yurib, ancha bilinishmaydi. Oqshimi yotoq uyga kirsamla, ocham bilan o'tgan kunlar esimga kelib elib, uni seg'inib ketatdim. Mis qiz nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 3-qismini anlatdik.